Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun Mir 999 kanaldasizlar va bugun sizlar bilan Open Pack bo'ladi. Va biz Open Packni boshladik. Liverpool va Manchester City haftasi keldi. Bugun men pul olishga juda harakat qilaman. Va men bu Manchester City va bu paklarni ochmoqchi emasman. Men bugun Real Madrid paklarini ochmoqchiman, chunki menga Toni Kroos kartasi juda yoqyapti. Gerrarddan yaxshi kartani menga Toni Kroos ko'proq yoqyapti. Xo'p, qani ketdi. Birinchi 5 ta bittali ochamiz, keyin bitta 10 talik bosib o'ramiz. Let's go. Qani ketdi. Bismillahirrohmanirrohim deb bosamiz. 600 ta bo'ldi. Olmushda qo'shildi, yaxshi. Portugaliya, CZ, Manchester City, Ruben Dias adashmasam. To'xtanglar, men o'yinga hozir kirdim-da. Sanov keldimi? Mana podborniyani bosamiz. Doku, Guehi, Ruben Dias. Ma'lum emas, keyinroq ko'ramiz. Qani ketdi ikkinchi pakimiz. Bismillahirrohmanirrohim deb bosamiz. Yaxshi omad keladi shunda. Qani ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim deb yana bosamiz va yo'q, yana tushmayapti. Qani oxirgi bittaligimiz. Kart bo'yil tushsa ham juda zo'r bo'lardi. Podborniyani bosib, bitta shanslarni ko'ramiz va chiqamiz. Bismillah. Ochko qo'shildi, lekin juda oz. Hayajonli daqiqalar o'rtoqlar. Chunki hozir 10 talik bosamiz. Ey Allohim, iltimos menga Toni Kroos yoki Gareth Bale, Toni Kroos yoki Gareth Bale, Toni Kroos yoki Gareth Bale. Men kechadan beri bunga tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Qani ketdi, bismillah. Juda hayajon kuchli, juda kuchli. Sizlar esa shu o'rada like va podpiskani bosib ketinglar. Qani ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Vay. Bo'lmadi, o'rtoqlar, bo'lmadi. Rodrigo va Pacho tushdi, bo'ldi. Вообще даже mana 700 shunta kamashga ishladik. Ikkita 119 ushladik, bo'ldi. Hay. Tak nima qilay endi? Shuncha odam ishladi, lekin pul yo'q baribir. Attiga Toni Kroosni so'ragandim. Donnarumani ham narxi uniki bilan bir xil ekan. To'xtanglar, endi biz Husanov kelganmi ko'raylikchi. Chempion sabiti. Qotma. Desire Doku. Guehi. Oreli bor, Legenders bor, Semenyo bor. Lekin Husanovni topolmayapman cho'tda. Lives, Matos, Cherki, Atipati, короче, kimlarsalar bor-da o'zi.
Yani Husanov yok. İşte yazıp göreydi ismini. Qanaqa yozlardi? Yani noto'g'ri yozdim ismini bilmayman. Ayo. Besh mingta shards bor. Mana bunlar bilan obmen qilsak agar 11 mingta shards bo'ladi va biz hozir menimcha hajjini bemalol ola olamiz. Da shunaqa. Xo'p, ketdi endi hajjini olamiz o'rtoqlar. To'xtanglar bitta. Emblemaga kiraylik. O'zi Manchester City haftasida pul oda kimlar kerilishini ko'rishimiz kerak. Chunki hali 26 dona qoldi. Buni men bir hafta davomida bir xil ochib ketaman. Kenley Dalglish kelar ekan. Boshqa paytda o'ynay oladimi bu? Yo'q lekin u yo'q 5 ga 5 juda ajoyib hujumchi. Playstylelari ham faqat uddarga ekan. O'zi ham uddar kartochka bo'ladi keyin. Erling Braut Haaland. O juda yaxshi, buni ham kartochkasi yaxshi ekan. Fizический подготовка bilan unga berilgan faqat. Lushko Guardiola ham kelar ekan, eng qizig'i. O'lzida yana oyog'i 5 ga 5. CSda ham o'ynar ekan. Juda yaxshi kartochka bo'ladi. Bestani o'ynaydiganlar uchun. Xo'p, endi mana shu 2-3 ta o'yinchilarimizni berib yuboramiz o'rtoqlar. Tak, endi Robertoni o'rniga Hajjini olamiz o'rtoqlar. Hajjini. Trenovkasini kimga o'tkazib tursam bo'larkan? Tak. Mana bunga o'tkazamiz. Kim bo'lsa ham. Toshkentning xo'jayini bo'ladimi? Kim bo'lsa ham-da. Depostni trenirovkasini o'tkazamiz. Oblak o'zaga sotiladigan bitta oblak tushibdi. Yaxshi, buni ham sotamiz. Sotib emblemaga aktivatsiya qilish uchun odam olishimiz ham mumkin chunki. Rodrigoga ham trenovka berganman. Bobby Murga o'tkazamiz. Rodrigo. Tak, bu sostavga endi mana Fodenni qo'yamiz. Tak, endi bu yerga o'tamiz, endi ketdik.
Tak, ish qilib yetsin-da. Yigirma ikki ming 400 da. U qancha turar ekan? Ko'rasizmi bor ekan, olsak bo'ladigan. Hajjiga yetmaskan-ku. Tak, endi qayerdandir biza topib beraman. Tak, mana o'rtalayman bitta draft topdik. Endi o'zi buni ham ochib olamiz. Menga juda bitta 119 kerak. Bitta hech bo'lmasa 119 pul bermasa ham mayli. Qani ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Yo'q, voy be. Вообще даже ochko ham bermadi o'rtoqlar. Hozir menga chunki bitta 119 bo'ldi-da, yetadi-da. Endi Division Rivals o'ynaymiz o'rtoqlar. Boshqa choramiz yo'q chunki. Yana 3000 ta olmas topdim. Buni ham ochib olamiz o'rtoqlar. Qani ketdi. Bitta 119 yoki 18 bo'ldi. Yetadi. Bismillahirrohmanirrohim. Pul be. İltimos, hepsi iltimos. Yo'q, ama boyilku bu har qachon bergan. Mana bu ikkita tug'ilishi xato bolalarni beraman. To'xtanglar, o'zi biza LPga yana Snyderni ham olishimiz mumkin. Wesley Snydermi? Короче, o'shada. Oy, bunga ham bir 300-400 ta ketar ekan-da. 400 ta yana kerak ekan. Bitta 118 kerak ekan. Tak, o'rtoqlar, davay bitta divizionlarni o'ynab chiqaylik. Mana buni o'ynaymiz. 8 ta ekan, yana mana bu matchni o'ynayman. Mana o'rtoqlar, va nihoyat 10 ta yulduzga chiqdik. Va hozir VS Atakadan 10 ta olmas beriladi bu yerda. Menga shunisi kerak o'zi. O'zi точно Snyder'nimi, Hakenimi biron kishini olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q. Bismillah. Tush. Oxirgisi Bismillahirrohmanirrohim. Vay. Hay, pul belki bitta qoldi, lekin biz hozir menimcha Snyder'ni olishimiz kerak, yetish kerak. Da yetarkan, Xudoga shukr bo'ldi. Albatta, bismillah. Mana shuni olamiz, mana shu kartochkani ham.
Niderlandiya. Sap, Geroy va Wesley Sneijder. Normalniy playstyle bilan. O'rtoqlar, shu videoga like bosib, men kanalimga podpiska bo'lib ketinglar. Keyingi videoni o'tkazib yubormaslik uchun. Chunki keyingi videoda pul olamiz. Qani ketdi. Bismillahirrohmanirrohim deb pul olaylik. Ayyo, men shuncha kutgan pul emas. Angliya, sizi Chelsea, Chaloba, Colville. Qani ketdi. Bismillah. Kimmenci. Aha, endi 19 ta qoldi garantga. 19 ta tarafda men bir xil o'chaman. Sostavga kir. Endi buni rank up qilamiz. Rank up shotdan birdan-bir 10 mingtaga kamayib ketdi, chunki men pul to'plab Sanchezni fullni olib activate qilib yubordim. Mana nihoyat. O'zim shu kartochkani anchadan beri olib yurmoqchi yurgandim, ammo olmoqchi bo'lib. Rezultativность driblingga beramiz. Pasiga beraman. Yaxshi. Ana 127 over. 127 over. Vana qo'yadi o'rtoqlar. 127 darajaga chiqdik. 127 darajaga. Endi bunga bitta trenirovka beramiz. Voy, tana yomon qo'tyapti. To'xtanglar-da. 1 minut. Tomoshabsiz. Tak mana o'rtoqlar, Wesley Sneijderga full trenirovka berdik. Overimiz vani qo'yadi 127 ga chiqdi. Uda skorost 196, udar 214, pas 205, dribling 216, obrona 125, 148 podgotovka 5/5. O yo'q, короче, cho'tki kartochka ekan. Bunali keyingi videoda birdan gameplayni ham qilib sizlarga hamma narsasini ko'rsataman. Sizlar esa shu joygacha ko'rganinglar uchun rahmat. Like bosib, podpiska bosib ketinglar, chunki keyingi videoda pulni olamiz, uni o'tkazib yubormaslik uchun va O'zbekistondagi eng zo'r beznat akkauntni yasashga harakat qilamiz. Bitta screenshot qilamiz va videoni tugatamiz o'rtoqlar.